Assalomu alaykum. Berine ahli. Pinablog. Berine kanalına abunachilari. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Pinablog tash jarayonlari bo'lib turibdi. Hozir 100 dana so'rab edi. Yana bir klientimiz, shu apparatimiz. Pinablogimizda yana bir ko'rgazib o'tsak, mana qurib turibdi Pinabloglar. Bu yo'l tarafdagilar qurib bordi bari. Bu yoqdan bor. Qurgan Pinablogimiz kam qoldi hozir. Gipsimiz yo'q bo'ydi. Hozir gips tushiryapmiz buni. Qurgan Pinablogimizdan 1000 danaday qoldi. Ko'ramiz. Pinabloglar. Qurtdik Pinabloglar. Hozir 40 tonna gips keldi. Shuni tushirib olamiz bunaga. Hozir ertang qiyib boshlaymiz. Bu yerda mana 12 santlik terakorotkalik Pinabloglarimiz bor. Ular ham qurib tayyor turibdi. Mana gipslarimiz. Navoiyning gipslari yaxshi gips. 40 kilodan har xaltasi. Mana xaltlarimiz Pinablog qo'yatan yigitlarimiz bo'lsa, bemalol kelaversin. Adresni aytib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida, Sarkobofeda. Adresni bilmaydiganlarga lokatsiya tashlab beramiz. Telefon nomerida ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Pinablogning sifatini 100% garantiya. Barmoq kirib ketadigan Pinabloglardan emas, qattiq. Bunlarning baholarini aytib o'tsam, bu 20 ga 30-60 ning bahasi 16 ming so'mdan. Buning bahasi 12 ga 30-60 bo'ladi. Uzunligi 60 santim. Bu 10 ming so'mdan. Qurib tayyor bo'lib ketdi bular. Pinabloglarimiz bor. Kelaverasizlar. Birini bo'lib tashlab ketib beramiz. Bu videoni ko'rganlar shu Pinablog so'ragan tanishlaringizga berib qo'yinglar. Like'larni bosib qo'yinglar. Kimda qanday savollar qiziqtirsa, telefon qilishlaringiz mumkin. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Javob berib o'tamiz. Joy solajaq, kuxnya garaj solajaqlari qanday qilib qo'yamiz? Mishlarni sesma poyasini qanday qilib qo'yamiz deb ko'pchilik so'raydi. Tuyish shartmi, shart emasmi deb. Barisini javob berib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirib